Mana qaranglar. Mana. Buni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Nerealno sochlar bor, nerealno o'syapti. Endi bu tasavvur qilinglar, eng qiyin o'sadigan joy bu. Oralari вообще to'lib ketgan. Mana sochim aktivni to'kiladi, dietalarim hisobiga har doim aytaman, lekin srazu maskani boshlayman, 1 oyda уже rezultat beradi. 1 oy. Mana qoshlar ham mana hech narsa yo'q qoshda, mana hech narsa, na qalam, na boshqa. Dahshat o'sadi qoshlar ham. Mani qoshim har doim yuqi bo'lgan, to'g'risi, lekin mana maskalarni qilganimdan beri tolalari juda ham qalinlashgan. Reklama emas bu. Absolutno. Вообще gap yo'q. Ishlatinglar o'rtoqlar. Rahmat etib yozadi. Siz aytayotgan narsalarni qilib, yuzlarimiz yaltiravotdi. Haqiqatda chiroyli bo'lishni boshladim. O'zimni yaxshi ko'rishni boshladim. O'zimga ishonchim qaytdi. O'zimni sevishni boshladim. Yozishadi. Конечно, men bu narsalarni o'qigandan keyin yana ham ilhom keladi menga. Yana ham sizlarga zo'r life hacklar, zo'r maskalar bergim keladi, tavsiyalar bergim keladi yuz haqida. Mana foydasini ko'rib, rahmat eshitish, duo olishdan menimcha zo'r narsa yo'q bu hayotda. Shuning uchun doim izlanaman. Har kun namozlarimda, duolarimda so'rayman: "Ey Allohim, menga shunaqa zo'r maskalar, ideyalar ber, retseptlar ber, hayolimga kelsin, esimga tushsin. Nimalar qilishim kerak, qanaqa maskalar qilishim kerak, nima tavsiyalar berishim kerak" deb so'rab, Allohimdan so'raganim uchun ideyalar kelaveradi. Tushlarimgacha kirib chiqadi. Tushlarimda ko'raman. To'lib yotibdi, miyam to'lib yotibdi, prям ideya sizlarga maska berishga. Ishoninglar. Вообще. Mana demak, qoshlarimga ham surib qo'ydim. Kipriga surmaymiz, mumkin emas. Yondirib yoradi ko'z ichini, yuvib tashab ham qutula olmaysizlar keyin undan. O'shaning uchun ehtiyot bo'lamiz o'rtoqlar. Faqat soch va qoshga mumkin. Bu soch maskani, yuzimizni life hackini esa тоже o'rgatdim sizlarga. Lablarimizga ham обязательно maska qilganda har doim esinglardan chiqmasin. Bo'yin, lab, qo'llarga ham qilish kerak. Endi menda sal neudobno, постоянно kamera qo'limda. O'shaning uchun ba'zan qo'llarimni ko'rsata olmayman qilganlarimni, lekin qilaman doim qo'limga. Va buni orasida qoshlarimizni ham unutmaymiz. Mana soch maskamizdan qoshimizga ham surib qo'yamiz. Nodira opa, sizga har kun qanaqa energiya olasiz? Qayerdan keladi energiya? Har kun maska qilasiz, har kun uhud qilasiz. Qayerdan motivatsiya olasiz? Qayerdan kuch olasiz? Sizlardan olaman. Sizlar berasizlar menga kuchni ham, motivatsiyani ham, hamma narsani. Sizlardan keladigan сообщениyalar, SMSlar, rahmatnomalar meni вообще ilhomlantirib boradi. Har kun o'nlab ayollar yozadi. O'nlab emas, yuzlab dey.